Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rozgo'roq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilib degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi? Ishonaylik birodarlar. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Peshonamizga Alloh yozgandan oshcha narsa bo'lmaydi. Chunki hakimlardan biri aytgandek, yozilgan bo'lsa qayoqqa qoching? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing? Yozibdimi? Qayoqqa borsang e'tibor qo'shing. Yozilmabdimi? O'tga tashlasa o't kuydirmayapti.